Hammaga salom. Bugun sizlarga dramalar olamida yulduzdek porlayotgan aktrisa Kim Yo Jung haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Dramalar olamida ko'pchiligingiz yaxshi ko'rgan Mening iblisim dramasida o'tkir, sovuqqon lekin jozibali totxiy rolni aynan mana shu aktrisa Kim Yo Jung ijro etganini bilasizmi? Hozir Kim Yo Jung juda kuchli, sirli va melodrama elementlari bilan to'la yangi drama Qadrli X dramasida bosh rolni o'ynamoqda. Bu dramada u porloq hayotga ega bo'lib ko'ringan, ammo ichida katta sirlar yashiringan ayol Bekajin obrazni jonlantiradi. Rolning xarakteri qiziqarli, murakkab va juda dramatik, xuddi siz yaxshi ko'rgan obrazlar kabi. Kim Yo Jungning hozirgi hayotdagi qiziqarli faktlar. U aktrisalikda 23 yildan beri ishlayotgan bo'lsa ham har bir yangi rolda o'zini qaytadan sinab ko'rmoqda. Tayyorlanayotgan yangi drama oldidan Vyetnamga dam olishga ham borib keldi. Suratlari esa internetda trend bo'ldi va albatta u agentligi bilan shartnomasini yangiladi, ya'ni yaqin yillar ichida uni ko'p ekranlarda ko'ramiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular edi. Kanalimiz K-Drama TV.